Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana bunaqangi klassik motor xolasada ham Baykel yoki bo'lmasam Haxo brendimizga tegishli mana shunaqangi sadarkani so'zlarimizdan olib kelib terib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, buni olib borasizlar, shuni yoq qo'yib, sadarkasini qo'ysalar ham bo'ldi. Shuni ishlab tursalar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, akalar, bularimiz har xil tonna suv tashaveradi. Mana 200 tonna, bu ham 200 tonna akalar. Mana esa 130 tonna suv tashaveradi 1 soatda akalar. Xo'p, akalar, buni rasxodiga kelib turadigan bo'lsa 1 litr 1,5 litr har xil ichadi akalar. 1 litr, bu ham 1 litrdan ichadi. Nagirsiga qarab oshaveradi akalar. Mana shularda akalar benzinli variantdan qidirib turgan aka-ukalarimizga mana bunaqangi Haxo brendimizda benzin 1.92 bloyli 100 litrli benzinli nasozimizdan olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'ryapsizlar, tayyorda ayollar bilan mavjud akalar, mana ayollar bilan bemalol buni tagiga birorta balonni qo'yib turib, g'ildirak qo'yib turib akalar ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Birorta joyga, uzoq joyga olib ketmoqchi bo'lsalar yo bo'lmasam dalada yetalamoqchi bo'lsalar ham bemalol ishlatsalar ham bo'ladi akalar. Xo'p, akalar, bunimiz benzinga ishlaydi. Misol buni rasxodi 1 litr bo'ladi. 1 litrdan oshishi mumkin. Xo'p, nagruskaga qarab. Bundan tashqari akalar, buni orqa tarafiga gaz karburator bor. Gaz karburator 200 ming so'm atrofida turadi. Gaz karburatordan shuni qo'yib turib ishlatsalar ham bo'ladi. Kichkina xatamto gazga ham bir hafta 10 kunlab bemalol ishlatsalar ham bo'ladi akalar. Xo'p, akalar, bunimiz mana yolg'on bo'lib qolmasligi uchun mana ko'ryapsizlar akalar. Belgasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman, mana ko'rinyapti. 100 tonna suv tashaveradi mana. Navbat 180 tonna deb yozilgan akalar, mana ko'ryapsizlar. 25 metrgacha balandlikka olib kelsalar ham bo'ladi. 8 metrdan bemalol so'raveradi akalar. Xo'p, akalar, kimga shunaqangi Haxo brendimizga tegishli benzinli nasozlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa mana bunaqangi sadarkali nasozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Aytgancha bu narxini aytib o'tib ketmabman. Narxi kelayotgan bo'lsa $400, $600, $650. Xo'p, mana bunaqasi orqasida benzinli nasozimiz ham $400 qilib beramiz. Bundan tashqari aksiyada narxlarimiz mana bunaqangi 76 li benzinli nasozlarimiz atiga 950 ming so'mdan xarid qilib ketinglar. Bundan tashqari mana bunaqangi benzinli nasozimiz 76 motorga 100 lik kunda qo'yilganmiz. Ya'ni pompa qo'yganmiz. Narxi kelayotgan bo'lsa 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari mana bunaqangi 100 talilarimiz 2 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Kimga shunaqa nasozlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa option narxda xarid qilish uchun pastga nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin akalar.